Assalomu alaykum hammaga jigarlar, nima gap deyishmisizlar? Sizlar bilan Faris. Sizlarning yangi videomni ko'rib turganimdan xursandman. Bu videomizda Multimanager hamda Zarchiver ilovasidan skin hackni qanday o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Unda boshladik. Qaranglar, birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi Zarchiver hamda Multimanager. Xohlaganlaringizni o'rnatishingiz mumkin. Kimlar Zarchiver ishlamasligi mumkin, kimlardir Multimanager bo'lmasligi mumkin. Lekin bu bizda вообще nima deydi, qulay taraflari shundaki, birinchi o'rinda Telegramga kirsak, mana qidiruvga yozamiz. Kuchukcha Faris Book 2009 desanglar, mana chiqadi, 180 ta obunachisi bor. Kirasizlar. Jigarlar, yana bitta mening yaxshi xabar bor. O'sha 702 talik kanalim endi yo'q. Bir mashqqa to'g'ri soddalik qilib qo'ydim. Bir soddalik. Hamma odamlarga ishonmas kerak ekan, shuni unutmanglar. Mana kirib bam berib, jalba tashlab kirish, kanal yopib olishimiz kerak. Bir bala qilib shu kanalni yopib bersa juda yaxshi bo'lardi. Undan tashqari kanalimda konkurs boshlab qo'yganman. 150 ta bo'lganimiz uchun Telegram kanalda. Xo'sh, bu konkurs keyingi hafta juma kuni tugaydi. Shu hafta juma kuni, keyingi hafta deyapman. Juda ko'pchilik ishonmayapti ekan, bu yusi bermaydi, bu yo'q, qatnashmayapti. Jigarlar, biz Allohdan qo'rqamiz. Va'da berdikmi bajaramiz. Erkak bitta gapiradi. Xo'sh, buning uchun masalan endi bizga fayl kerak mana. Hozir skin hack faylni topib olamiz. Yuklash yaqinda aniqlaganman-da jigarlar. Bosamiz. Bosamiz. Yuklamalar jitiga saqlash. Yuklandi. Chiqamiz. Multimanager kiramiz. Android. Telegram yuklama. Xo'sh, bu yerda Android data Raf Python Wi-Fi ga kiramiz. Mana chiqdi. Xo'sh, bu yerdan tanlaymiz, kiramiz, yana bir bosamiz, files, nusxalamoq. Extract bosamiz. Okey. Pastagina oqlamiz, bularni bosamiz. Endi bu narsalarga boshidan kirib o'tirmayman. Nima desanglar hozir ko'rsataman. Hozir ko'rsataman. Hozir yana bo'lish kerak. Mana bep, ishtirang bep. Hop, bunga yo'q. Mana bunga bor. Missiya B deyiladi. Mana bunga bor bep. Hop, yana qislar yo'q. Shasiga qo'ygan, tashqari purikni ham purigi bor edi. Hop, mana jigarlar. Pepning purigi ham bor. Normal krasovka yo'q. Hop. Wizard qani desanglar, Wizard hozir mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Men hali o'sha imtiyozdan ochilmagan, o'shaning uchun chiqmayapti. Sizlarga ko'rsataman. Kiramiz. Ana ko'rib turibsizlar. Wizard. To'g'ri klichat yozadi, o'zingizlar mazza qo'yaysizlar. Tekinga Wizard hamda missiya bo'lasiz. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar.